qizalog'imiz haqida oxirgi video bo'ladi bu va xudo xolasa 2-3 kunda omonatinglarni yechib olib borib beramiz. Men sizlarga minnatdorchiligimni bildiraman. Qizalog'imizga befarq bo'lmaganingiz uchun, videoni tarqatganingiz uchun, ehson qilganingiz uchun, kim qanaqa taraflama yordam bergan bo'lsa, hammalardan Alloh rozi bo'lsin va o'zimning minnatdorchiligimni bildiraman. Va shunchaki respekt, bitta bolachani olib chiqamiz, qaranglar, birgalikda ishini boshlaymiz va birgalikda ishini tugatamiz. Xudo xolasa bizni yechib olib borib bergan puldan onalari qizalog'imizga yaxshi sharoit qilib beradilar. O'z vaqtida dori-darmon, lecheniya, oziq-ovqat, hamma narsa sharoitda qilib beradilar. Sababchisini biz qilgan bo'lamiz. Kim ehson qilolmagan bo'lsa, video tagida kartalarimizni qoldiramiz. Yana bir bor yordam qo'lini cho'zsanglar, mana shu qizcha uchun xursand bo'lardik va videoni ko'proq insonlar ko'rish uchun tarqatib qo'ysanglar ham, mayli ko'proq insonlar emas, kimdirlar kontaktida 5 ta 10 ta inson bor, mana shu insonlarga tarqatib qo'ysanglar, ana o'sha inson ham ehson qilsa, siz ham sababchi bo'lib qolasiz. Storieslarni kuzatishda davom etinglar va mana shunaqangi savob ishlarimiz davomiy va bardavom bo'lsin. Rahmat.